Moskvada nimalar bo'layotganini bilyapsizlarmi? Hali biron bir bloger qilmagan ishni mana biz qilamiz. Bo'lsa-bo'lsin o'zimizning musofirlarga bo'lsin, videoga bitta-bittalar bo'lsin, butun yer yuzidagi odamlarga jo'natib qo'yinglar. Ular ham xabardor bo'lishsin. Qani unda ketdik. Aka-ukalarimizga qanaqa joy yoqadi? Arzon bo'lsa va bepul bo'lsa yoqadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qanaqa narsalarga skik ketyapti va nimalar bepul bu stomatologiyada? Bizning stomatologiyamizga konsultatsiya va rentgen xizmatlarimiz absolutni besplatni. Implantatsiya, koronka va lichena xizmatlariga 50% gacha aksiya ketmoqda. Nechidan nechigacha ishlaysizlar? Kruglosiz ishni ishlaymiz bez выходной. Qanaqa xizmatlar ko'rsata olasizlar? Hammasini batafsil tushuntirib bersangiz. Bizning stomatologiyada tish bilan bo'lgan barcha xizmatlar mavjud. Plomba, udaleniya xizmatlari, lichena xizmatlari, implantatsiya, koronka, syomniy protez, professionalniy chistka, brekt xizmatlari ham mavjud. Implantni 20 ming deb eshitdim, shu rostmi aka? Albatta, bizning klinikamiz hozirgi kunda implantni 20 mingdan qo'ymoqdamiz. Yorsmalik stomatologiyasiga bir marta kelgan odam bo'lsa ham, shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, o'z odzivlaringizni kommentariyaga yozib qo'ysangiz, xursand bo'laman va hozir adreslarni podrobniy ko'rsatib beraman. Adres metro Yujinni 3-vaqtdan chiqqan joyingizda o'ng tarafga qarasangiz, mana shu domga ko'zingiz tushsa, shu domning old tarafida. Mana shu detskiy plashadkadan sekin o'tamiz old tarafiga. Bu stomatologiya metroning yonida joylashgan aka-ukalarimiz qiynalmasdan topib kelishi uchun kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting. Shu videorolikimiz musofirlarga foydasi tegagan video bo'ldimi yoki yo'qmi? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.